Robiya Basradan uzoq bo'lgan bir qishloqda, faqir bir kulbada tug'ildi. Otasi kambag'al, ammo diniga bog'liq bir xizmatchi edi. 4 qizining kenjasi bo'lgan Robiyada dinga nisbatan muhabbatini ko'rgani uchun kunlik topadiganidan ayirib, uni bir ustozga berdi. Qur'on o'qishni o'rgatdi. Har kuni hamma uxlayotganda Robiya uydagi gulxan yorug'ida tongga qadar Qur'on o'qirdi. Balki bu iste'dodi vaqt bo'lishi bilan rivojlansa va hali kichikligidayoq ovozasi butun islom olamiga yoyilarmidi? Menga afsuski, taqdir shu paytda jonidan ortiq yaxshi ko'rgan otasini undan ayirdi. Oila boquvchisiz qolgandi. Onasi va 3 ta opasi och edilar. Ko'p o'tmay bu azobga chidolmagan onasi ham hayotdan ko'z yumdi. Opalarini atrofdan kelgan zodagonlar boqib olib katta qildilar. Robiyani esa qo'shnilaridan oqko'ngil bir ayol o'ziga oldi, bag'riga bosdi. Nonini u bilan bo'lishdi. Biroq Robiyaga esa qaytib Qur'on o'rgatadigan chiqmadi. Oradan yillar o'tib ketdi. Kim bilar yana qayerlarda yuribdi ekan? Nima istaysan qizginadan? Bizga tashlang, bizga bering, bizga bering. Ya Rabbim, bir kun menga ham shunaqa pullarni bersang edi, juda ham sevinardim. Aslo noto'g'ri tushunmagin buyuk Allohim. O'zim uchun so'ramayapman. Barcha miskinlarni, yetimlarni atrofimga to'plab, kaftlariga tangalarni qo'yardim. So'ngra kimsasizlarga, qariyalarga, bevalarga, hammasiga yordam berardim. Oling. Oling va buyuk Allohga shukr qiling, hamd ayting derdim. Oling. 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 Sen ham ol. Siz ham oling. 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 Hammasini oling. Yo'q, tugadi. Ol. Shunday bir kimsasiz joyda yurishdan qo'rqmaysanmi? Men shu yerlikman, afandim. Sen kimsan? Robiya deydilar meni. Hech kimim yo'q. Shu yerda Huvana va qishloqda yashayman. Juda faqirman. Balki aytganingdek faqirsan, ammo qalbing shu qadar boyki. Sen juda go'zal qiz ekansan, Robiya. Alloh inshaalloh baxtingni ham yuzing kabi go'zal qilsin. Ol, bu senga sovg'am. Nega, afandim? Uyalma, ol. Istaganingcha tarqatasan. Sizni Alloh yubordi. Bor yo'g'i karvonim o'tib ketayotgandi xolos. Ismim Hasan. Basraga yo'ling tushsa, savdogar Hasan deb so'rasang, uyimni ko'rsatadilar. Alloh baxtingni ochiq qilib, shu go'zal va baxtiyor ko'zlaring misoli nurli kunlar bersin senga, Robiya. Allohga omonatsan. Siz ham, afandim. Bir kun Basraga boraman, afandim. Albatta boraman. Ol. Ol. Sen ham ol. Bu senga, bu senga, bu senga. Mana ol.